Chiroqchi tumanida Qo'riqsoy degan qishloq bor. Shu qishloqda 10 dan ko'p qadimiy obidalarimiz bor. Men o'zim mana shu qishloqda yashayman. Shu qadimiy obidalarimizni she'r qilib, qolaversa qishlog'imizni she'r qilib sizlarga mana shuni taqdim etamiz. Marhamat, eshitingizlar. Tarix varaqlayman misoli tilsim. Seyfontosh tarixin topolmas hech kim. Shunday joylariga o'zidir hakim. Sirlari ko'p bo'lgan Qo'riqsoy ilim. Beshar bo'lgandir otning bozori. Avliyolar yotgan sufiylar mozori. Kun botar tomonda katta guzori. Duru xilqatga boy Qo'riqsoy ilim. Bilasizmi xo'ja avul tarixin? Yoki Chinor bobom bunchalar sokin, bog'boning avaylab oltinday tokin. Nasiba rizqqa boy Qo'riqsoy ilim. Shevang farq qiladi asrlar osha. Safil otang kirar qaynecha yosha. Shul qavmim kuniga yaragan mosha. Bir bavur, bir avur Qo'riqsoy ilim. Qavus ota deymiz tepalik joyni. Chuchuk momam suvi ochar chiroyni. Eng chuqur guzora chorlagan boyni. Ko'p yuz urug'i bor Qo'riqsoy ilim. Avlodlardan qolgan meroslar bisyor. Bizda ahilligu bir damlik shior. Yashnayvergan ko'zini quvnatgan diyor. Mehmonga mehri chog' Qo'riqsoy ilim.